Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga men hozir bu narsani tushuntirib o'tib ketaman. Agar bilganlarga, yaxshi bilmaganlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Malibu 2 sidiniyamiz mana shuning podkolonigini olish. Buni aylantirasizlar. Bu plastmassa chiqadi. Mana bu yerda stoperi bor. Tomonda bitta. Bu tarafida bitta. Mana shu stoperda shundoq simni tiqib turib, o'zlanga bunday tortasizlar. Ko'tarasizlar. Bu tomoni ko'tariladi, keyingisi ham siqib turib, o'zlangni tortib turib, buni ham ko'tarasizlar, olinadi.